Assalomu alaykum maktabdagi qarindoshlar. Bu Hidoyat Musojonki. Alloh xolisa bu bo'limi shundoq so'zlash orqali yiqilishib kelyotadi. Hayotda cheksiz erkinlik yo'q debdi. Albatta hayotda cheksiz erkinlik bo'lmaydi. Cheksiz erkinlik bo'lib ketib qolsa, demak dunyoda hamma odam qilgan atgan bo'lib ketib qoladi. Bir nizom bor dunyoda. Har qanday davlatlarning o'zining chiqargan bir qonuni bor. Shu qonun bo'yicha yashaydi. Masalan, qatnash qoidalarini, qatnash qonunlarini misol qilibdi. Qatnash qonuniga o'zimiz yashayotgan bu bola Turkiyada yashasa, biz Norvegiyada yashaymiz. Norvegiyaning bir qonuni bor. Shu qonunga xiloflik qilsak, biz cho'qim mush davlat tarafidan ogohlantirilamiz. Bakrak eshib ketsak jazolanamiz. Bir jamiyatning asos qonuniga bo'ysunishda cheksiz erkinlik bo'lmaydi insonda. Cheksiz erkinlik bo'lmaydi. E'tiqod tichi desa erkinlik bo'ladi insonda. Hem cheksiz desam qanchalik to'g'ri bo'ladi, qanchalik emas men bilmayman. Lekin e'tiqod erkinlik bormi desa bor. Bir odam diniga e'tiqod qilamdi, qilmamdi, u o'zining ishi. Qanday bir narsaga e'tiqod qilsin, o'zining ishi. Shu qanday bir narsaga e'tiqod qilish bilan birga jamiyatdimi men xohlaganimni qilaman desa bo'lmaydi. Jamiyat, o'zi yashayotgan jamiyat uning cheksiz erkinlikni bermaydi. Cheksiz erkinlikni bermaydi. Shuning uchun Alloh Qur'onda har qanday narsaga adil bir hukm chiqaringlar. Adil bir jamiyat barpo qilinglar. Bir tuzum, bir intizom, bir axloq, bir insonlik bilan yashanglar deydi. E'tiqod cheksiz demasakmi, nurg'un erkinlikni o'ziga berib o'tadi. Cheksiz bo'ladi deb qaraydiganlar o'zining fikrini qo'yib boqsa bo'ladi e'tiqodda. Lekin o'zimiz yashayotgan jamiyatda hech qanday odam cheksiz erkinlikka ega emas. Cho'qim bir tuzum ostida yashaydi. U tuzumni buzgan chog'da u har xil jinoiy ishlar qonuni bo'yicha bir taraf qilinadi. Endi gapining oxirida dunyoda bir qonun bor, Allohning qonuni debdi. Biz nima deyapmiz necha kunning yog'i? Necha yilning yog'i? Bir qonun bor, Allohning qonuniga ergishimiz, cho'lponlarning emas deb cho'lponni nima qilsa bu yerga kirgizib olib? Bir qonun bor, Allohning qonuniga ergishimiz. Allohning qonuniga. Allah halal deganni halal deymiz, haram deganni haram deymiz. E'tiqod bu. Bizning islomiy e'tiqodimiz, diniy e'tiqodimiz bu. Biz islom diniga e'tiqod qilamiz. Bu islom dini Odam alayhissalomdan Muhammad alayhissalomga kelguncha bir islom bo'lib kelgan. Hamma samoviy kitoblar o'xshash bir tavhidga chaqirdi, bir islomga chaqirdi. Hech qanday bir kishining Allohdan boshqa hech qanday kishining din qo'yish huquqi yo'q. Halol harom qilish huquqi yo'q. Halol harom qilish huquqi yo'q. Payg'ambar andoq dedi deb bir narsalarni halol va harom qilib olishga hech kimning haqqi yo'q. Olimlar birlikka kelgan deb turib bir narsalarni halol harom qilib olishga hech kimning haqqi yo'q. Bu bola cho'lpon deb olibdi. Cho'lponning bu so'zi bilan hech qanday munosabati yo'q. Cho'lponlar o'zining cho'lponligini qilaversin. Nimada cho'lpon bo'lsin, jugrash cho'lponi bo'lsin, naqsh cho'lponi bo'lsin, muzika cho'lponi bo'lsin, nimada cho'lponlik qilaversin. Bu cho'lponlar jamiyatdagi qonunlarga, jamiyatning tuzumiga, e'tiqodimizga aralashamaydi. Hozir e'tiqodimizni buzayotgan narsani qo'llanmasdan cho'lpon deb qo'llanibdi. E'tiqodimizni buzayotgan narsa nima desa, mushu Alloh harom qilgan narsa harom bo'ladi, Alloh halol degan narsa halol bo'ladi. Allohdan boshqa hech qanday qadam, hatto payg'ambar bo'lsin, olimlar bo'lsin, shayxlar bo'lsin, hech kim bu Allohning qonunini buzolmaydi. Mana bizga faqat bir Allohning qonuni bor. Allohning qonuniga ergishimiz deb mangsa eng to'g'ri bo'ladi. Bizning necha yilning so'zlayotganimiz
Allah deyotgan so'zga payg'ambar dedi degan so'z uyg'un bo'lsa, u payg'ambarning so'zi deb e'tirof qilamiz. Uyg'un bo'lmasa shu desa, u payg'ambarning so'zi bo'lolmaydi. Yanada biz Qur'onga murojaat qilamiz, shu Qur'onda mustahkam turamiz. Allah deb tilga olgandan keyin Allohning bir nizomi bor o'tirdi. U bo'lsa nima? Qur'on. Cho'lponlar deb ishlatmasdan uni hattoki payg'ambar bo'lsin, mayli shayxlar bo'lsin, mayli olimlar birlik kelgan bo'lsin, bir narsani halol, harom deb Allohning dinidan bizni achqib, boshqa bir yerga yetaklab ketishga haqqi yo'q deb mush gapni ishlatgan bo'lsa yaxshi bo'ldi. Cho'lpon degan gap toza bog'lashmay qolibdi. O diniy e'tiqodni, dinni so'zlayotgan bo'lgandan keyin cho'lpon degan gap bog'lashmay qolibdi. Bu cho'lpon degan gap yig'ib aytganda uchiga chiqqan yaxshi bola deganga o'xshash hech qanday mantiqsizlan bir gap bo'lib qolibdi. Allohning dinini so'zlayotgan chog'da haqiqatan hech kim cho'lponga ergashmaydi. Dunyo qonuni bilan dinni e'tirof qildiganlar bo'lsin, e'tirof qilmaydiganlar bo'lsin, e'tiqod qildiganlar bo'lsin, qilmaydiganlar bo'lsin, kim bo'lsa bo'lsin, hech kim cho'lponga ergashmaydi. Cho'lponga ergashmaydi. Cho'lpon degan narsani bu dinda cho'lponlik yo'q. Dinda o'zini cho'lpon qilib olganlar kimlar desa, o'zini cho'lpon qilib, o'zini eng o'rgatgich qilib olganlar kim o desa, Alloh manda dedi desa, bizning ma'lum, bizning olim, anda dedi, manda dedi deb, ashning kayindan ketib olganlar, balkim shularni o'zi cho'lpon qilib olgan bo'lishi mumkin. Cho'lpon qilib olgan bo'lishi. Cho'lpon degan so'zni bu yerga ishlatishga bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Yig'ib aytganda Qur'onga ergishimiz kerak. Allah qila ergishimiz kerak. Allah qila ergishimiz kerak degan so'zlar rostchil bo'lsa, bizning necha yilingizda da'vat qilamiz shu, boshqa narsa emas. Assalomu alaykum qarindoshlar. Yuqoridagi 7 minut 7 sekundlik so'zimga, ya'ni Hidoyat Musojon qarta qilgan so'zimga ozroq qo'shimcha qilay. Endi cho'lpon degan so'zni nima uchun olganligiga oldida diqqat qilmabdi ekanman. Hozir o'ylab qoldim. Cho'lponlarga ergashmaymiz degani, bu din nomidan chiqib artistlik qilayotganlarga ergashmaymiz demakchi o'xshaydi. Din nomidan chiqib Allohning kitobini so'zlayotgan odam artistlik qilayotgan odam bo'lmaydi. O'zi biz Allohning kitobiga kelishimiz kerak, Allohning qonuniga ergashishimiz kerak debdi. Agar bir odam din nomidan chiqib Allohning bir oyatini shu oyatning hukmi bo'yicha o'tirg'a qo'ysa, artistlik qilayotgan odam bo'lmaydi. Allohning kitobiga chaqirayotgan odam bo'ladi. Artistlik qilayotgan, dinda cho'lpon bo'lib qolganlar kim o desa, Allah haram demagan narsani haram deb o'tirib qo'yayotgan, Allah demagan so'zni din nomidan, Alloh nomidan o'tirib qo'yayotgan, Allah Qur'onda mandoq dedi desa, bir misol qilib qo'yay. Allah Qur'onda zinoxorni darib uringlar desa, payg'ambar alayhissalom o'ltiranglar dedi deb Alloh bilan payg'ambarning so'zini zidlashtirib qo'yayotgan, Alloh bilan payg'ambarning so'zini bir o'rinda emas, bir-birisiga qarshi gap qiladigan, har ikkilisi Alloh bilan payg'ambar o'xshash hukm beradigan bir narsalarga qilib qo'yayotgan odamlar naq bu dinda artistlik qilayotgan, o'zini diniy cho'lpon qilib ko'rsatayotganlar ashlar. Diniy cho'lpon qilib ko'rsatayotganlar ashlar. Artistlik qilayotganlar ashlar. Bu payg'ambar alayhissalom Allohning kitobiga hargiz zid hukm bermaydi. Namoz o'qimagan odamni o'ltiringlar degan bir tal oyat yo'q, hattoki bir tal hadismi yo'q namoz o'qimagan odamni o'ltiringlar. 4 mazhab bu sohada birlik kelib qolgan, bu jihatda birlik kelib qolgan, namoz o'qimaganni o'ltiramiz desa, naq artistlik qilayotgan, dinda o'zini cho'lpon ko'rsatayotgan, insonlarni Allohga shirik keltirishga chaqirib akitib olgan odamlar shu. Shu. Allah Qur'onning hech yerda murtadni o'ltiringlar demadi. Namoz o'qimagan odamni o'ltiringlar demadi. Zinoxorni o'ltiringlar demadi.
İsa alayhissalomning tushishiga iymon keltiringlar demidi. İsa'nın tushishi to'g'riliq zarrachilik bir oyat yo'q Qur'onda. Mahdiyning chiqishiga iymon keltiringlar demidi. Sura Zuhrufning 43-oyatida qiyomat kuni biz sizlarni mana shu Qur'on bilan so'raymiz dedi. Biz Qur'ondan javobgar. Qur'on iymon etishga buyurmagan narsalarga biz iymon keltirmaymiz. Qur'on Payg'ambar alayhissalomning hadislariga iymon keltiringlar demidi. Demidi. Biz aş Qur'onga iymon keltiramiz. Hadisga iymon keltirish vazifamiz yo'q. Allah Qur'onda mana shu Allohning so'zidan boshqa qaysi so'zni to'g'ri deydi bular? Qaysi so'zga ergishidi bular degan oyat bor. Ashada hadis keladi. Hadis keladi. Hadis degan so'z degan gap. Demak, bu dinda artistlik qilayotganlar kim o desa, Allohning hukmini o'zgartirib, payg'ambarning og'ziga yolg'on gaplarni nisbatlab, olimlar birligi kelgan deb nurg'un hukmlarni o'zgartirib, shu cho'lpon o'zini diniy cho'lpon qilib ko'rsatayotgan, artistlik qilib ko'rsatayotganlar naq asos jihatdan millatni mushrik qilib, millatni Allohning dinidan chiqaradigan insonlar shular.